Mana shu daqiqalarda yana bizning 2 daqiqa vaqt qolmoqda. Mana shu savdo majmuasining ochilishiga 2 daqiqa qolmoqda va men onajonlarimdan bittalarini taklif etaman. Ikkitalarini mayli. 19-yillar yaxshi odam bo'lgani uchun qattiq kechasi o'tdi. Jonlar jannatda bo'lsin bitta duo qilib qo'yamiz ona otamni. Jannatda ko'rsa ichiga otibdilar Alloh xohlasa. Tamom bo'lgani uchun ketib qolganman buvaga deyaptilar. Boringizga yaxshisiz ona. Buvadan bu yoqqa qiz olib kelib oldingmi ish qilib 10 dollar qo'yibsizlar. Siz kim? Sizga men ketaman, buvadan da qilishgan. Bo'lyapti bu narsa. Bittalari buvadan kelgan, bittalari buvaga ketgan. Juda bir qo'rqyapsizlar ham. Onajon, charchamayapsizmi? Yoshligingizda she'r yodlaganmisiz? She'r yodlagan. Qanaqa she'r? Hamma she'rlar. Qilishingizdan ha? Esingizda bormi? Qani bitta bosing. Umuman shu alfabetda bor harflar haqida ham birovlar. Qasay cholinglar, she'r eshitaylik onamdan. Kim she'r chiroyli chiqsa o'shanga sovg'a berib boramiz. Navruz hammaga shodlik, qur'on keltirar. Bag'aylar uchrar bollar, hamma shodxo'ran. Bugun ayyom hammaga muborak. Onam mendan battar gap qo'ygan. Mahallada ishlaganim bilan Tushunmaganmisiz? Mahallada ishlagan gapdan bo'lib ketadi, ajrashgan, yarashtirmoqchi. Bu ishga yarashtirmoqchi. Yashayman. Hamma so'zlardan foydalanasizlar, sizlar. Bizga shu ona she'r bormi, she'r? Madotim bu she'rlardan bu vaqt ko'pchilik. Bu ayollarning hech kim bo'lmaydi. Boringizga shukur ona. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Shuncha odam mana xursand qilib Ramazon oyida qalblariga xursandchilik kiryaptilar hammadan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Baxtlaringga ota-onalarga sizlarga Alloh taoloning chiroyli kunlarini ko'rib yursin. Onajon bitta narsaga va'da berasiz endi. Buvadan qachon Toshloqqa kelsangiz, yo marketga kirib bitta narsa xarid qilib ketasiz, xo'pmi? Bitta qarsanginglar bo'lsin onamga. Marhamat. Bunga tegin. Qarsangni qasilab cholinglar, buvalar onamga. Buvadan Toshloqqa kelgan onajonim.